Hammaga sog'lom akalar, Gazet Mer kanaliga xush kelibsiz. Akalar, bugun biz hech qanday telefon o'yinlari o'ynamaymiz, hech qanday kompyuter o'yinlari, hech qanday ployka o'yinlari o'ynamaymiz, hech qanday o'yinlar. Bugun biz men sizlar bilan o'zimni ko'rgan videolarimni ko'raman akalar. Eng eskiga o'tamiz. Mana bu emas. Mana bu. Kattaroq qo'yay. Mayli, pas. Yetadi. Mana bunday. Va 1080 Akalar, bugungi videomiz eshitilyapti akalar, komment yozib qoldiring. Futbol o'ynab maqsa qilib dam olishga harakat qilamiz do'stlar. Harakat. Biz boshladik. Akalar, iltimos harakat degan uchun uzr so'rayman. Nima deganda men nima deyotganimni bilmadim. Kamerada menda harakat bo'ldi, ha. Lekin videoda harakat. Mayli, ko'ramiz. Boshlashdan oldin to'xtanglar. Boshlashdan oldin kanal Toza, shuning uchun iltimos pastga tushirib like ni bosing va obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosing. akalar, qaranglar. Bu yerda mana bunday futaj menda. Eng avvalgi videolarimda mana bunday futaj. Endi hozir qanaqaligini ko'ring. Mana shunday akalar. Tushuntirsizlar? Mana shunday zo'r kanal, zo'r futaj. Eng zo'rini ko'p qo'yaman. Hozir menimcha men juda ham zo'rlashdim. Nima degan? Men o'zim ham bilmayman, mayli. Hech qilib futaj yanam bo'lmaydi. Rostdan ham. Mana busi bo'lar edi. Ko'rsatganim. Mayli, ko'rishni davom etamiz. Shuni ham unutmang do'stlar. Shu bilan menga juda katta motivatsiya berasiz. Motivatsiya, aha. Kanal toza bo'lgani uchun iltimos. Akalar, eshitdinglar? Motivatsiya. Shuning uchun obuna bo'ling bu kanalga. Biz boshladik. To'g'risini aytyapti akalar. Kanalga obuna bo'ling. 320 kenglar 400 qilaylik. 400. Bizning kanalda hozir 319 tana obunachi. Kenglar, shu sonni 400 qilamiz. Qani ketdik. Obuna bo'ling. Mana akalar, bu introni kim esladi? Kommentda yozib qoldiring. Hozir menda qanaqa intro deb o'ylaysiz? Menimcha har toza videolarimda ko'rgansiz. Mana bunda. Do'stlar, siz aytingchi, siz futbolni qaysi gadjetda o'ynaysiz? Menimcha gadjet deganda o'zingiz tushundingiz. Kompyuter yoki PlayStation. Kompyuter akalar, eshitdinglarmi? Kompyuter bo'ladi. Okey. Javobingizni izohga kommentariyaga yozib qoldiring do'stlar. Javobingizni izohga yozib qoldiringiz. Mayli, bo'laveradi. Endi mening birinchi videoyim tushuntiribsizlar. Sizning qaysi komanda yutadi? Ya'ni zo'r Real Madrid yoki Barcelona.
Siz Rostdan ham siz qaysiga muxlislik qilasiz? Qaysi klubni muxlisi ko'p akalar? Kommentda yozib qoldiring shuni. Menga juda ham qiziq kim qaysi klubga muxlislik qilishini. Juda ham qiziq. siz qaysi komandani muxlisiz? Muxlisisiz. Buni ham kommentga yozib qoldiring do'stlar, albatta. Hamma kommentni o'qiyman. Lekin hech kim komment yozmagan. Akalar shu videoga komment yozinglar iltimos. Yoki bu videoga ham yozishingiz mumkin. Hammasini o'qiyman. Do'stlar, qaranglar, qizil kartochka berishdi. Qo'ya. Tak. Demak, bu. Aha, ina bu. Akalar qaysiligini aytmadim. Do'st, iltimos. Gol! Yasha! Men shu vaqtda yasha degan o'rniga boshqa narsa aytmoqchi edim, lekin yasha degan so'z birdan miyamga keldi, shuning uchun shuni yasha dedim. Menga yaxshi demoqchi edim, lekin menga yasha degan yasha bo'lib ketdi. Akalar, menda shuning uchun uzr so'rayman. Davom etamiz. Messi. Do'stlar, ko'rdingmi? Uchib bordi. Qanday uchib bordi? Qanday? Chik uchib bordi. Qo'ling bilan ko'rsat. Mayli, unda u vaqtda men kamerani yoqishni bilmas edim. Shuning uchun og'zim bilan qildim. Og'zim bilan aytdim. Endi birinchi video nima deysiz? Nima qilyapsan? Sharp berganing uchun rahmat. Nima qilyapti? Nima qilyapti? Akalarga o'zimga qilib o'tirgan menimcha kulgili bo'lsa kerak. Mayli. Endi bu video kulgili bo'lsin deyman. Bu video kulgilimi? Kulyapsizmi bu videoda? Kulyapganingiz yo'qmi? Qani hozirroq kuling qani bu video davomida hozir. Nima balo? Bo'ldi. To'pni olib qo'yishdi va meni to'pni olib qo'yishdi. Akalar, shu yerini aytganimda juda o'zimga kulashim kelib ketdi. U ham to'pni olib qo'yishdi va men ham to'pni olib qo'ydim. Ikkinchi gol bu. Ikkinchi gol do'stlar. Agar yana men shunda ursam, men hat-trick etgan bo'laman. Qo'ya. Ha, qo'ya. Sen hat-trick atasanmi, qo'ya? Hat-trickni kim bilmasam, bu bir matchda Men o'zimcha professional bo'lib egalar tushuntirajak bo'lib yotibman. Lekin o'zim ham unchalik tushunmayman. Lekin endi bu videoni olganimga shuncha vaqt o'tdi, endi hat-trickni rostdan ham tushunaman. Menimcha siz ham yaxshi bilasiz hat-trick nima ekanligini. birdan futbolist, masalan Mbappe, gol ursa hat-trick bo'ladi. Ha, qo'ya. Biza bilmadik. Ha, internet qotib qoldi akalar hozir. Biz davom etamiz. Hozir korkaga qaytaramiz akalar. 3 gol ursa hat-trick bo'ladi. Nima edi u? Mayli.
Agar masalan 3 dana golni har xil o'yinchi ursa, bu hat-trick bo'lmaydi, do'stlar. Hozir akalar davom etamiz akalar. Oy. Darrov qo'yishdi-da, sразу qo'yishdi, do'stlar. Nima qilyapti? Сразу. Nima bo'lyapti? Faqat gol Bola qo'y kasetni ol. Nima sen? Nima shunchalik qiyinmi? emassin. Lekin rostdan ham qiyin edi. Oy! Sen qo'ygan. Bo'ldi. Nima? Mayli. Rosh, O'tkazib молодец. yuboramiz bu momentni. Qani endi bir deb. Ana tepdi. Voy! Kim qayerga kelyapsan? Ha, men Mayli. Bu yerni o'tkazib yuboramiz. Akalar yo'li o'tkazib yubordim. Yuborganimga o'zingiz akalar shu momentni o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Bu вообще akalar bu cringe bo'ladi. ham yana do'stlar. Kanal toza bo'lgani uchun o'sha kommentga o'zingizni bir yaxshi komment yozing do'stlar. Men xursand bo'ladigan kommentlar yozing. Ahil kanal toza. Shuncha Ahil akalar, aql demabman. Haliyam ahil. Ziragalar men rni aytib bilaman mana. R. Ko'rdinglar? Endi bu necha yil bo'ldi bunga? Menimcha 2024-yil. Mayli, kim maylyapman 2025-yil. Hozir ko'ramiz akalar. Mayli akalar, unchalik 2024-yilda emasda, menimcha 12-yil ham ko'p. Juda ko'p. Hoy, endi nima deysiz? Aha. Mayli, 5 ta like. Nima? 55 ta ko'rilgan, 5 ta like. Mayli, 4 oyda akalar. 4 oyda qarang 319 kenglar. Shu sonni 400 qilamiz. Albatta 300 ta obunachi uchun sizlarga kattakon rahmat. Mayli, videoni davom qilamiz ko'rishni. do'stlar va akalarimni ham yozing. Qaysi komanda zo'r? Real Madrid yoki Barselona? Siz qaysiga muxlislik qilasiz? Buni ham yozing. Juda ham qiziq menga. Va futbolni qaysinde o'ynaysiz? Telefonda. Akalar juda ham ko'p komment solganmiz uzr va albatta mana shu 55 ta odamga ko'rganiga uzr so'rayman. Juda ham komment yozing. Iltimos sizlardan kechiring. Rostdan. Endi birinchi video toza kanal. 27-oktyabrda 2024-yilda bo'laveradi. Mayli, ko'ramiz. Davomini ko'ramiz. O'ynaysiz? Telefonda yoki Lekin men shu vaqtda rostdan ham qiziqqanim. Sen jalvolim. yoki kompyuterda yoki PlayStationda. Buni ham yozib qoldiring. Hamma kommentni o'qiyman do'stlar. Siz Lekin u qolmading nima deganda komment yozmaganlar. bo'lgani komment Qo'l. yozing, obuna bo'ling, Bo'lakalar, like ayamang. Va qo'ng'iroqchani ham eskdan chiqarmang.
Kendan chiqarmang. Juda ham kelyapti. Do'stlar, shuning uchun ham kanal toza bo'lgani uchun Bo'lgani uchun. sirash olib qo'yadi. Ko'ringlar do'stlar. Sirash oldiga chiqaradi. Qo'yib. Balkim sen normalniy pas bersang, olib qo'ymas chiqar to'pni. Ha, men oldim. Yes. Olib qo'yishdi, mayli. Zarar yo'q. Nima? O, zo'r pas bo'ldi egalar mana. Hozir kelaman do'stlar, shunday. Uzr do'stlar, oyim chaqirib qolgandim. Biz esa davom etamiz. Kelar shu vaqtda rostdan ham oyim chaqirgan edi, men aldaganim yo'q edi. Yoki oyim chaqirgan yo'qmidi? Yodlarim chiqarib berdim. Men shunchalik tushuntirsiz. Buni momentni o'tkazib boramiz. Nima qilyapsan o'rtada? Buni montajda kiritib boramiz. Voy! Xo'sh. O'yin tamom bo'lib qoldi do'stlar, lekin men 2 gol urdim. 2 gol, ha? 2 gol. Ay, ozgina vaqt ko'p berganda men hat-trik urar edim do'stlar. Ha, qo'yib. Lekin ura olmadim. Ha. Uzr aka. Ozgina yetmay qoldim. Bunga ko'ring. Ko'ring. Ay, gördük o'zi. Pam. Bo'ldi, ko'ringlar. Qo'ya. Yana bir match o'ynaymiz. Yetti. Basar. Kelar. Ha. Demek bo'ldi. 9 minut egalar. Videomiz esa 18 minut. Lekin butun videoni o'zi 17 minut. Hozir kelaman. Mana davom etamiz. Nada yurtman men. Top qayerda? Men bilmayman. Men option tushunmayapman. Nima bo'lyapti? Aldagan edim. Lekin men tushunmagan edim. Uzr akalar. Biz davom etamiz. Shuning aha. Aha. Biz tushundik. Egalar, yana bir o'zim haqimda bir tafaq men bu videoni yuklaganimda menda 0 obunachi, mencha bir 7 ta 4 ta 3 ta obunachi edi. Ular nerdan keldi? Hozir aytaman. Nima deb boshida bu videoni yuklagandan keyin men oyimni telefonidan, dadamni telefonidan mana Kasetmay kanalga obuna bo'lganman. Shuning uchun mencha kanalni siz ham kanalingizni toza ochsangiz, siz ham o'zingizga o'zingiz obuna bo'lasiz. Jizam axir akalar. Men bo'lgan shundaymanmi? Uni ham kommentda yozib qoldiring. Har doim toza kanal ochganingizda
oyingizni telefondan yoki dadangizni telefondan o'zingizga obuna bo'lasizmi? Juda ham qiziq. Hamma ham shundaymi yoki men bir o'zimmi? Kommentda yozib qoldiring. Juda ham qiziq. Mayli, biz davom etamiz. Bular nima? Botlarmi yoki robotlarmi bilmayman. Bular professional, sen esa yo'q. Va do'stlar, akalar, Mayli. Mayli, men hozir professionalman. Mana bunday detskiy nalarni o'ynamayman. Akalar, futbolni mana bunga qaranglar. Kачественный emas. O'yin o'xshim. Men FIFA o'ynayman akalar. Kim FIFA yoki e-futbol o'ynasa, kommentda yozib qoldiring. Siz qaysi format o'ynaysiz? FK Mobile yoki e-futbol? Yani FK Mobile deganda FIFA. siz qaysini fanatisiz? Ishqilib FK Mobile. Muxlisi. Ronaldo yoki Messi Buni ham so'rayindir. yoki bunday. Yana childi. Yoki bunday. Agar Ronaldo yoki Messi sizga qaysi ko'proq yoqadi? Va siz qaysini muxlisisiz? Buni ham kommentariyada yozib qoldiring do'stlar va o'sha bo'ldim. Bunday qilamiz. Ichaman. Omnet akalar. Agar siz Ronaldoning muxlisi bo'lsangiz, like bosing va obuna bo'ling. Agar Messining muxlisi bo'lsangiz, unda bu videoni do'stingizga yuboring va kommentariya yozing. Akalar, shu vaqtda o'ylanib qolgandim. Do'stingizga yuboring va keyin nima bersam ekan deb ichimda o'ylanayotgan edim. Komment so'rayveraman deb miyam aytdi menga. Keyin ay yaxshi dedim ichimda. Keyin deb va komment yozing dedim. Akalar, bu videoni ko'ryapman va kulgili bo'lib ketyapti. Mayli, davom etamiz. Nima bo'ldi? Chamada chiladilar bular. Men chidolmayapman. Meni rostdan ham chilgilab asabimga tegdi akalar. Butun video davomida childilar. Почти butun, deyarli butun video davomida, lekin videoni ko'p vaqti childilar oxir. Bir o'yinda o'zingiz ko'rdingiz, bir o'yinni ichida 3 marta yoki 4 marta childi rostdan ham. Mayli, davom etamiz. Birinchi o'yinda o'zi qizil kartochka berildi. Yana chilajaq. Do'stlar, yana chilajaq. Qaranglar bunga. Sizlar ko'rmadingiz? Qayerda yo'qman. Top qayerda? Men qadisadi. Top qayerda? Qadisadi. O'zing oldirsang chatik. Ey, kasitmer, ey Murat, o'zing oldirsang chatik. Qaranglar, o'zi oldiradi va nimaga to'xtalib ketaveradi? Nima uchun? Agar juda ham kulazim kelyapti. Hozir. Davom etamiz. Mayli, davom etamiz. Kuldik bo'ldi. Kuldik ketdi, bo'ldi. Tamam. Prosta yetmay qoldi. Qaranglar, yetmay qoldi oxir. Do'stlar.
Akalar, buni tushundingizmi? Bu avvalgi kassetmi, avvalgi Murod raqiblari chilishi mumkin emas. Lekin o'zi chilishi mumkin. Ya'ni qaranglar. Mana ko'rdinglar? O'zi chilishi mumkin, lekin raqiblar mumkin emas. Mayli, zo'r o'ylabsan. Kassetni, avvalgi kasset ber. Zo'r o'ylabsan, вообще juda ham zo'r. Mayli akalar, men o'zim gol bo'lmasligi uchun chilgan edim. Shuning uchun menga chilish mumkin, lekin rostdan ham menga chilish mumkin. Lekin raqiblarga chilish mumkin emas. Do'stlar, mayli. No, mayli. No. Nima deysiz? Rahmat. Rahmat deganing uchun berdi, ko'rdingmi? Mana bunga pas tasha. Nimaga tepasan? Nimaga tepasan? Pas bersang o'lasanmi? Va vaqt tamom bo'lib qoldi do'stlar. Mayli. Ikkinchi taym bor do'stlar, ham akalar. Ikkinchi bo'lim. Ikkinchi taym ham desak bo'laveradi. Ana pas. Mana bunga pas. Pas ber. Pas bermasang qanday qilib utasan? Lekin birinchi o'yinda o'tdim. Pas ber. Men chilajak. Do'stlar, o'zim yaxshigina chilamandan bularni. Aytdimmi? Menga bu aytdimmi? Menga chilish mumkin, lekin unga chilish mumkin emas. 13 minut bo'lyapti akalar. To'pni olmadi. Endi oldi. Pas. Unga pas. Nima qayerga tashlab? Sen jildisan. Mayli. Do'stlar, bu bir o'yinning ichidan chanata tushirish kerak. O'zingmi? Men tushunmayapman. Ana bu yerda pasing bo'ladi. Молодец, zo'r. Mandando. Nima? Men masalan Ronaldoni muxlisiman do'stlar. Rostdan ham men Ronaldoga muxlislik qilaman. Siz qaysinga? Siz qaysini muxlisiz? Siz qaysidan muxlislik qilasiz? Kimga muxlislik qilasiz? Nimaga muxlislik qilasiz? Nimaga? Messiga. Kommentga yozib qoling. Lekin yozganlik komment yo'q. Ronaldo uchun like va obuna. Ronaldoning muxlis. Kassetmen 1000 marta takrorlading-da, bo'ldi. Mencha yetadi. Muxlislik qilsangiz, Bas! agar Messi Bas! bo'lsangiz, undan bu videoni do'stingizga yuboring va albatta komment yozing do'stlar. Shu gapni 2 soatda aytdingmi? Ya'ni Messi yoki Ronaldo deb o'ylayman. Tushundik. Like va obuna. Buni menimcha 1000 marta qaytarding. 1000 marta takrorlayman. Lekin men takrorlasam bor. Shuncha marta takrorlading o'zi, menimcha yetar. Takrorlasim bor. Birinchi marta takrorlayman. Agar Ronaldo kuchliroq va zo'r
Buning uchun uzr. Shu yerni o'tkazib yuboraman va ko'p so'raganim uchun ham uzr. Mana nihoyat. Ko'ramiz. Qaysi futbolchi zo'r ekan. Men Ronaldo deb o'ylayman. Men hatto Ronaldoni muxlisiman do'stlar. Buni eshitdik. Vaqt bu qoldi do'stlar. Durang bir gapir. Mana. Hozir. Bir gapir do'stlar mana. 16 minut bo'ldi akalar. Mana Video do'stlar, tamomga yetdi. tamomlaymiz do'stlar. Bugun bu futbolni o'ynab mazza qilib dam oldik do'stlar. Agar sizga yoqqan bo'lsa, Sen dam olding, lekin men emas. Avvalgi kaset men hozir bu video olayotgan kaset men mazza qilib dam oldi, lekin ko'rib o'tirgan kaset men hozirgi dam olmadi. Kulib dam oldi. like bosing, obuna bo'ling, qo'ng'iroqchani ham unutmang do'stlar. Sizlar bilan men Mayli akalar, keyingi videoga o'tamiz. Mana akalar, biz keyingi videoga o'tdik, ya'ni videoga va boshlashdan oldin akalar, menda bir zo'r xabar bor. Siz bu yerda bir narsani ko'ryapsizmi? Yo'q. Qanday qilib ko'rmayapsiz? Axir kanalda, Kasetmer kanalida 320. Akalar, yana birinchi videoda 319 ta obunachi edi. Hozir esa bitta obunachi bo'ldi. Obunachi keldi va 320 obunachi. Qani obuna bo'lishdan to'xtamanglar akalar, aktivni bo'linglar. Va shu bilan biz 500 ta obunachi va agar har doim shunday aktivni bo'lsak, nafaqat 500 ta, balki 1000 ta obunachi yig'ishimiz mumkin. Shuning uchun obuna bo'ling. Mayli, biz davom etamiz. Nimaga to'xtatdim bilmayman. Men buni bosmoqchi edim. Horror video olishga qaror qildim do'stlar. Qaror. Mana bu kallaga qarang. Bu nima? Qo'yib. Bu Bilasan, bu kalla emas. Porvoq, ha. do'stlar. Iltimos. Meni quvvatlang. Quvvatlang, qo'llab-quvvatlang. Ko'rishim bilan qo'rqib ketdim. Voy, mujik qo'rqdi akalar, mujik. Mana. Mujik qo'rqdi akalar, mujik. Men bunday so'zlarni qayerdan bilaman? Mayli. Bu sekret akalar. Sir. O'yinning ichida oshim. Esdan chiqaring bu yerni. Ularda bilgilar bo'lishi kerak. Do'stlar, shuning uchun like bosing, kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani ham unutib qoldirmang. Hozir eslatib qo'yaman sizga eslatib qo'yaman. Hozir chek footajda yuribman. Mana. Bu angliskiy nima bu? Nima? Oddiy footaj. Unday footajlar modadan chiqqan. Mana bunday footajlar modada. Mayli, davom etamiz. Do'stlar, Endi men kichkina vaqt qachon? 24-fevralda akalar unday footajlarni umuman topmas bilmagan edim. Men bo'lgan inoshini bilgan edim. Hozir esa mana bunday zo'r footajlarim bor. Har birisini obzor qilishimni xohlasangiz, comment go. Mayli, davom etamiz. like yig'sak, men
ikkinchi qismini chiqararman do'stlar ham. Unda Qani bu yerdan chata like? 5 ta like. Lekin men baribir ikkinchi qismini da chiqarganman. Uni keyinroq ko'ramiz. biz Mencha hamma ko'rib bo'lgan u ikkinchi qismi. Nima deganda unda 437 ta ko'rsatuv bor yoki 430 ta. Hozir bu videoni ko'ramizda va Est o'yinni ikkinchi qismini ko'ramiz. Chiqarganman akalar. Va akalar ilk это пропустим do'stlar. buni o'tkazamiz. Mayli. Akalar mayli deganda lekin hech qanday hech nimani o'qimadim. Men oddiy aytdim. Mayli deb o'tkazdim. Hech nimani o'qimadim. Mana shunday. Hech nima yo'q. Mayli do'stlar. Ko'zlarni olish kerak. Mayli nima bu? Ha, okazchi. Do'stlar men bu o'yinni kommentariyada qoldiraman agar siz kimdir. Akalar qaranglar. Hozir men kommentga kiraman. Bunga e'tibor bermang. Hozir men kommentga kiraman. Buni o'zim yozganman va hech nima qoldirmaganman. Hattoki video tayinlarim nimaga? Nima deganda men boshida kommentariyada qoldiraman va hamda opisiyaniyasida qoldiraman video ostida. Lekin menga kallamga bir ideya keldi akalar. U ideya esa videoning nomiga просто o'yinning nomini yozish. Biz o'yinni o'ynaymiz deb. Shundan men uni kommentda qoldirmadim ham video ostida ham qoldirmadim. Shundan mayli o'ynasi kelib qolsa, Ular eshitdinglarmi? O'ynas. Nima? kommentariyada qoldiraman agar siz kimdir o'ynasi Shunda ham ichim qisib ketdi akalar. Anglar, hozir yana shunday qilib qichqirajaq bo'lib ko'raman. Men buni zirya qildim akalar. Menimcha eshiklarni ochilmaydi. Bu o'yinni kommentariyada qoldiraman yoki opisiyaniyada qoldiraman bu o'yinni. Lekin qoldirmadim. Ha. Men просто o'yinni videoni nomiga qo'ydim. Bo'lgani. O'ynash kelib qolsa, skachak o'yinni nomini. o'ynashingiz mumkin. Bu nima bu do'stlar? Qaranglar. Shu yerda akalar shu yerda nimagadir ovozim chiqmay qoldi. Shuning men mana bunday tekst yozdim. Do'stlar, uzr, mening ovozim yaxshi chiqmay qolibdi. Shu minutda, shu daqiqada uzr so'rayman deb. Rostdan ham nimagadir ovozim chiqmay qoldi, lekin men uzoqdan gapirmadim. Hozir ham ovozim unchalik yaxshi chiqmayapmi yoki chiqyapmi? Mayli. Komment yozish kerakmidi? Montaj qilayotganimda ko'raman. Qarang. Ostdan eshitilib turibdi. Qat'iy emas. Akalar. Nima edi? Bu videodami yoki men eshitmaydim? Mayli.
internet. Hozir kelaman. Akalar. Keyin chiqib boshladi ovozim akalar. Shuning uchun shu daqiqada uzr so'rayman sizdan. Men o'tirib yuboramiz. Merhaba. 3 minut o'tdilar. Do'stlar, nima balo bu? Men juda ham qo'rqib ketyapman do'stlar. Akalar, lekin qo'rqmagan edim. Vobshim qo'rqmagan edim. Umuman. Lekin rostdan ham umuman qo'rqmagan edim. Lekin menga juda ham qo'rqinchli bo'layotgan edi. Men buni kechki 10 da olgan edim. Do'stlar, agar bu video sizga yoqsa, men ikkinchi qismini chiqarishga juda ham harakat qilaman do'stlar. Harakat. O'zi ochilaveradi. Demak, biz yuqoriga chiqish mumkin emas. Demak, pastga o'tamiz. Egalar aslida u ham yuqoriga, ham ikkinchi etajga, ham pastga tushishi mumkin. Xohlagan yerga tushishi mumkin. Bo'lgani u masalan u maxluq, u kalla yuqorida bo'lsa, pastga tushasiz. Agar pastda bo'lsa, yuqoriga tushasiz. Uni qayerdaligini qanday qilib bilishni istaysizmi? Mana bu ko'zni ishlating. Mana bu ko'zni. Mana bu ko'zni ishlating bo'lgani. Shu orqali maxluq kalla nerdaligini ko'rasiz. Mayli, davom etamiz. Mana bunday ko'z bo'ladi. Siz ularni olasiz va ko'raverasiz. Agar siz hammasini ishlatib bo'lsangiz, unda reklama bilan to'ldirib olishingiz mumkin. Agar reklama ko'rsangiz 3 ta ko'z beradi akalar. Нет, yo'q, yo'qol. Agar sizda internet yo'q bo'lsa, demak yana topasiz, ko'zlarni izlaysiz. Yo'qol. Iltimos, azroq. Ne qilyapti? Shuni eshitmayapman o'zim. Nima balo? Biz ham eshityapmiz. Aytaman. Uzr yana. Shu yerda ham onam chaqirgan edi, oyim. Bir bosh. Yo'qol. Yo'q, menga yeta olmaysan. Aha, yana yaxshi yeta oladi. Ochil. Do'stlar, Mana o'tirib nima yuboraman. balo bu? Qani? Hozir. Keling. Men o'ynashni istamayman. Mana bo'ldi. O'ynasang, cho'g'il bo'lamisan? Bu qanday psix bu? Qanday kalla tuxum bu? Hech bilmayman. Kalla uchi bu soch. Hech bilmayman. Juda ham qo'rqinchli, juda ham. Do'stlar, Akalar, aytgancha obuna bo'lishni unutmang, iltimos. Obuna bo'ling. 400 sonini qilaylik, qaranglar. 320 bu ko'p-ku.
boshqa youtuberlarga qaraganda kam. Obuna bo'ling. Mana. Qaranglar. Kanalga obuna bo'ling. Ko'ringlar. Mayli, shunday qilib bo'laman. Hozir tushunsangiz, men buni bu videoni kechda olib o'tiribman. Tushundik. Hozir Mana, egalar qaranglar, 10 soat 10da. 22:39 soat. Do'stlar, bu 22:39 10 yarim bo'ldi do'stlar. Egalar, hozir esa men kechki soat 9da olib o'tiribman bu videoni ham mayli kattalashtiramiz sizga yaxshiroq ko'rinishi uchun. 7 minut egalar. Mayli, juda ham ichim qisib shuncha o'tiramiz. Ovozlar meni qo'rqityapti do'stlar, do'stlar. Mana, sizlar ko'rdinglarmi? Men shu vaqtda ko'zni bosgandim. Mana. Qaranglar, menda 4 tane edi. Menda 4 tane edi. 4 tane edi. Qaranglar, ko'zga qarang. Do'stlar. Mana bu ovozlar meni qo'rqityapti do'stlar, rostdan. Mana, qaranglar. Yani hozir bu 3-etajda ekanlar. Mana 3ta bo'ldi akalar, ko'rdinglar? Mana shu ko'zni bosib turib, qayerda ekanligini shunday qilib o'zini ko'zi bilan ko'rishingiz mumkin. Yani karta olmaysiz, o'zini ko'zi bilan ko'rasiz. Internet. Hozir qaytaman. Mana akalar, Nima bu? kallau. Men chiqishni xohlamayman. Men Nima balo? chiqaman. Faqat siz uchun. Mayli, yo'qim bo'laylikmi? 8 minut bo'ldi akalar. Может, что-то интересное тут. Нема? Это новый шкаф, может пригодиться. Men do'stlar, menda endi ko'rdingiz 10 yarim bo'ldi do'stlar. Shuning uchun men bu videoni ertaga chiqaraman. Ya'ni keyingi qismini ertaga chiqaraman do'stlar. Hozir esa hammaga xayr. Siz Gazetme kanalida bo'ldingiz. Like'larni ayamang. Kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani ham unutib qoldirmang. Hammaga xayr. Shu vaqtda intro qo'ygan edim. Lekin internet ko'rlanmagan hozir. Akalar, shu vaqtda men outro qo'ygan edim. Konechniy zastavka outro deyiladi o'zbekchasi. Outro qo'ygan edim, lekin videolarni o'zini qanday qilib qo'yishni bilmagan edim. Mana bunday Minecraft stilida bo'lgan edi mana. Endi hozir esa outro'ni qanday qilib qo'yishni bilaman. Agar mana bunday narsa chiqarishimni xohlasangiz kommentda yozib qoldiring. Outro, ya'ni mana bu outro'ni foni korotchisi. Mayli, biz keyingi videoga o'tamiz. Ya'ni ES'ning ikkinchi qismiga. Mana akalar, ES'ning ikkinchi qismi. Bugun men yana ES o'yinini o'ynadim. Kasetmer horror. Hozir aziz do'stlar, men yana ES o'yinini o'ynadim do'stlar. Men bugun ovozimni chiqarmadim. Bu eksperiment do'stlar. Like'ni bosing va kanalga obuna bo'ling. Akalar, bu yerda 322 yana 2 ta obunachi. Men bu videoni chiqarmadim. Akalar, chiqarmadim. YouTube'ga уже 3 ta obunachi. Boshida 319 edi, hozir esa 322. Mana bu yerda 457 marta ko'rilgan tomosha, lekin like'lar olti.
Men tushunmadim. Qanday qilib bu videoni 4-martda chiqargan ekanman. Mayli. Ko'ramiz. Hozir. Mana bu kiramiz. Mana buni 1080 qo'yamiz. 1080 RTX yumshoq hammangiz shunday qilib ko'rasiz. Rostdan ham akalar, men shu videoda ovozimni chiqarmadim va shu video 457 3 oyda. Bakaringlar. Uzr. Va qaranglar bu yerga. Ovozimni olganimda 55, 61, 73, 28, 457. Mana shunday. Ma'lum. Men bu ideya juda zo'r deb ovozimni chiqarmasam ko'p prosmotr oladi deb o'ylamagan edim. Bu nima? Boshida menga yoqqan edi, keyin bo'lmadi, keyin rostdan ham bo'ldi. Hozirgina nima dedim? Mayli. Esdan chiqaring bu momentni. Qani ko'raveramiz. Yatiq bak. Kelar shu yerda qaranglar. Shu yerda mana bu meshok bor ekan akalar. Men birinchi qismda bormi, yo'qmi bilmagan edim. Endi bilib oldim. Buni mana bunday qilib qo'ying. Nima deganda mana bu tushunyapsiz. Mayli, davom etamiz. Shu vaqt juda hayron bo'lgan edim. Va video 4 minut. Kelar. Mana. Akalar bormoqni shiqillayapman. Men ichim akalar ichim ketish uchun va akalar oxirida men o'tdim bu o'yinni va men mana bu ahmoq kalladan qochdim. Bu yer qochasan. Menimcha hammangiz bilasiz. Mana ko'rdinglarmi, pastdan chiqyapti. Akalar qaranglar, ko'p katta. Siz shu futajni ko'rsin deb men balochalik qildim. Ko'p katta. Davom etamiz. Bol. Unutmay qoldi. Dinat. İşledi. İkiler sizler soruyorsunuz. Menimcha so'rayapsiz. Siz sen u yerda nima qilding, nima ko'rding, nima izlading desangiz nima bo'ldi? Men boshida yoddan chiqardim shu yerdan, shu joydan spawn qilishimizni yoddan chiqarib shu yerdan men ko'rmagan, men bilmagan joy deb o'ylagan edim, lekin keyin birdan yodimga tushdi. Axir men axir bu yerda spawn qilaman. Men bu yerda axir paydo bo'laman. Shu yerdan o'yinni boshlayman deb
deb yodimga tushib ketdi. Keyin endi bilasiz va men chiqdim. Endi bildingiz. Hayır. Sen çık geçin mümkün. Bana gelin ya. Bütün bisiklet takılar. Şu yerdekiler ikinci etajda. Gelir. Tamam. Men mana bunday qilib qochdim. Keyingi videoga o'tamizmi? Yoki tamomlaymizmi akalar? Hozir ko'raman. Mana menimcha tamomlaymiz. Nima deganda keyingi video 50 minutlik 13 minut va 4 minut. Qaranglar, boshida men davashim preview yo'q edi, qaranglar. Men oddiy videoni o'zi qo'yilib ketaveradi. Qaranglar. Mana akalar, bu yerda qanday qilib mana buni qilgan, bu previewni qilganimni aytaman. Men o'zimcha YouTube'dan preview eFootball Time'ga dedim va menda mana shunday chiqdi. Va men shuni boshqa telefondan, ya'ni buni internetdan boshqa telefondan topdim va o'zimning telefonimni oldim. Ya'ni buni oyim telefondan topdim-da va o'zimning telefonimni oldimda va suratga tushirdim. Mana bu qora narsalar ko'rinmasligi uchun, lekin ko'ringan. Mana ko'ryapsizmi? Mana ishga ko'rinyaptimi? Mana endi akalar, busini mana bu keyingi previewni hech qanday o'qlamadim. Men eFootballni zastavkasini suratga tushirdim-da va joyladim. Buni ham va bunga hech qanday qo'shmadim va buni internetdan izladim. Buni o'zim yasadim. Buni ham Do'stlar, videoni mana bu house flipperni ham mana buni o'zim qildim akalar. Lekin mana bu o'xshamadi. Keyin mana bu, keyin o'zingiz tushunasiz. Akalar, menga eng yoqqanim mana bu koch degan, lekin rostdan ham juda ham zo'r. Nima balo? Juda ham zo'r va red ball. Yo'q, red ball emas. Akalar, va hozir aytaman. Va mana mening birinchi savollarga javob berishim va hozir Slendrina mana va eng yoqtirganim menimcha telefonda preview tayyorlash. Qaranglar, zo'r preview tayyorladim va menimcha mana bu. Qaranglar, bu yerda 787 ta prosmotr, ya'ni tomosha. Va mana bu tekstga qarang. Va mana bu 200 obunachini ushlab turibman. Va mana telefonda montaj qilish. Va men haqimda 5 ta fakt. Mana bu eng ikkita zo'r chiqqan video. Mana bu вообще aytmay qo'yavering. Mayli, mana bunday video bo'ldi akalar bizlarda. Eng oxirgi, lekin bu yerda eski. Mayli. Mana akalar, mana shunday videolar bo'ldi menda. Reaksiya o'zim videomga menimcha hozir juda ham zo'r akalar. Avvalgiga qaraganda endi yaxshilandimi? Yaxshi bo'ldimi akalar? Videolarim, previewlarim.
Menimcha yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Siz qanday o'ylaysiz? Kommentda yozib qoldiring. Hammaga xayr. Sizlar bilan men Kasetmer bo'ldim. Hammaga xayr. Sog' salomat bo'ling. Hammaga xayr. Siz Kasetmer kanalidasiz. Xayr. Sog' salomat bo'ling. Obuna bo'lishni unutmang.